Üçüncüsü kelgüsüdün ensireş. Kelgüsüdün ensireş. Bir kızıq iş vardı. Bizde Uygurlarda bir çini çekilip kelsen nim deymiz dese bala qaza ketdi deymiz. Bala qazadan birisi ketdi deymiz. Amma Yindiyladımı muşundaq bir iş var. Birim çekilip kelsa amma ular bala qaza ketdi demey bir taliyin saqlanıp qaldı deydi. Uygurlarda nim dep o'ylaydi bo'lsa bala qaza bor. Cho'qim bala qaza ko'p deb o'ylaydi. Bir narsa çekilip kelsa, hanim bo'z bir bala qaza tugdi deydi. Yindiylarcho desa odamga omad keladi doim. Shu bir chinni çekilip ketishi, agar çekilmaysan, o chinnini saqlab qolgan bo'lsang, bir omading yo'qolib ketdi. Çekilip ketgani yaxshi bo'ldi, chunki bundan keyin sen uningdan cho'ng omading keladi. Tushunamsizlar ya? Demek biz nim deymiz, bala qaza bor, bir çekilib ketdi, deymiz. Mala cho'sa çekilip ketsa, omadimdan bir saqlanib qoldi. Bu xil ideologiya nimani tushuntiryapti bo'lsa, biz doim kelgusida bizga balo keladi deb o'ylaymiz. Amaliyotchi desa, shuni sizlar bilishinglar kerakki, inson ikki ishdan mangu saqlanmaydi. Ikki ishdan saqlanmaydi. Birisi o'limdan, yan birisi tabiatning yordamidan. Bu gapim ishon tutsin, ha. Birisi o'limdan, yan birisi tabiatning yordami. Kelgusi yuz bergan ishning har qanday yaxshi bo'ladi. Masala uni qanday tarjim qilishdi. Shung biz bishoratlarga diqqat qilishni o'rganishimiz kerak. Bishorat. Bunu biz plastimizning keyin qismida o'rganamiz. Ammo shuni his qilib olishimiz kerakki, o'lim yan birisi yaxshilikdan qutlanmaydi. Mark Twain men hayatımda yüz bermegen nurgun azaplık geçirmişlerim bağıgan degan. Hayatımda man yüz berip bakmagan nurgun azaplık geçirmişlerim bağıp bakkan. Bu nim degan gapsa, men kelgusida nurgun narsani azaplanib bakkan, ensirep bakkan, biroq bu ishlarning ko'pincha yüz berip bakman deydi. Demak, turmushimizda biz ensirgan nurgun narsalar yüz bermaydi. Belki ensirmegen ba'zilar yüz berdi. Onun qayısının yüz berdigan, qayısının yüz bermeydigan bilgilmi. Hatta bir odamning boyligimi u o'ylagan yerdan bo'lmaydi, o'ylimga yerdan kelib qoldi. Onun ba'zi yaxshilik o'zi kutgan do'st birodarlardan kelmaydi. O'zi o'ylab bakmagan yot kishilardan yaxshiliklar kelib qoldi. Bu turmushdan qonun. Shun kelgusidan ansirash nimani keltirib chiqardi bo'lsa, hozirni qurbon qilibdi. Amaliyotda hozirdan boshqa narsa yo'q. Biz vaqt ilm bo'yicha kelib aytganda faqat hozir mavjud deymiz. Masalan, biz Uyg'urlarda tamoq chiqdimi, pishdimi, hozir deb qo'ydi. 5 minutdan keyin nima hozir deydi. Voy pishdim pishmadimi degan mana hozir deydi. Yo'q bir odam yo'l ketib berib, uyga keldingmi, hozir mana hozir. Demak, biz buni asli yushirinal bilib qolgan. Hamma yerda hozirni ishlatamiz, kelgusiga hozirni ishlatamiz. Asli bu to'g'ri. Amaliyotda butun vaqtlarning ichida hozirdan boshqa narsa mavjud bo'lmaydi. Hozirga qanday muomala qilish, dal kelgusiga muomala qilganga o'xshash bo'ldi. Agar mush nuqtani tushungan bo'lsa, nurg'un odamlar ular energiyasining ko'p qismini kelgusiga emas, hozirga fokus qildi. Hozirga fokus qilganingiz amaliyotda kelgusiga diqqatingizni fokus qilganingiz, fokus deganimiz yig'ish degan. Hozir. Demak, mush uch ahvolda odamlarning kayfiyatida ig'ir darajada bo'lsa, buzilish kelib chiqadi. Bundaq odamlarga xuddilik yel chiqib ketgan sharga bir tal jig'in sanjib qo'ysimi, pang'id etilib ketgandek, ozroq gapni ko'tarolmaydigan bo'lib qoldi. Shunga men sening bu 3 nuqtaga alohida diqqat qilishingni umid qilaman.